Pensionerlar tayyorlaning. Chunki 1 avgustdan keyin pensiya, nafaqa va ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yangi summalar masalasi ko'pchilikni bevosita qiziqtiryapti. Men bugun sizga indeksatsiyadan so'ng kim qancha olishi mumkin? Qaysi holatda pul avtomatik qo'shiladi? Qaysi holatda esa ariza bilan borish kerak bo'ladi? Nimaga alohida e'tibor berish zarurligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va nogironlik nafaqasi oluvchilarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarda bir kun kechikish ham odamning pulga ta'sir qilishi mumkin. Avval qanday edi? Pensionerlar har oy o'zlariga belgilangan pensiya yoki nafaqani olib kelishardi. Kimdir yoshga do'yib pensiya oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Ayrim odamlarning pensiyasi ish staji, ish haqi, qo'shimcha ustamalar, mukofotlar va qonunda belgilangan boshqa omillarga qarab hisoblangan. Lekin vaqt o'tishi bilan narxlar oshadi. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport va kundalik xarajatlar ko'payadi. Shuning uchun davlat vaqti bilan pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qiladi. Ya'ni ularni ma'lum foizga oshiradi yoki eng kam miqdorlarini yangilaydi. Endi nima o'zgardi? 1 avgustdan keyingi asosiy masala shuki, indeksatsiyadan so'ng ko'pchilik pensionerlarning oylik tushumi avvalgisidan yuqoriroq bo'lishi kerak. Lekin bu yerda juda muhim nozik joy bor. Hammaning pensiyasi bir xil summaga oshmaydi. Kimdadir o'shish foiz hisobida ko'rinadi. Kimdadir eng kam pensiya chegarasi ko'tarilgani uchun summa o'zgaradi. Kimdadir qo'shimcha ustamalar qayta hisoblanadi. Kimdadir esa pensiya avvaldan yuqori bo'lgani uchun o'sish nisbatan boshqacha seziladi. Men aynan shu joyini aniq tushuntirmoqchiman. Chunki ko'p odam qo'shnimga falon so'm qo'shilibdi, menga nega kamroq deb xavotirga tushadi. Indeksatsiya degani hamma uchun bir xil pul qo'shish degani emas. Masalan, ikki pensionerning 1 million so'm olgan, ikkinchisi 2 million so'm olgan bo'lsa, foizli oshirishda ularning qo'shimcha puli turlicha chiqadi. Agar shartli ravishda 10% oshish bo'lsa, 1 million olgan odamga 100 ming so'm, 2 million olgan odamga esa 200 ming so'm qo'shiladi. Lekin ayrim ijtimoiy to'lovlarda foiz emas, belgilangan minimal summa yoki bazaviy miqdor o'zgarishi ham rol o'ynaydi. Shuning uchun o'z summangizni qo'shningizniki bilan emas, o'zingizning eski pensiyangiz va pensiya turiga qarab tekshirishingiz kerak. Men birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilarga murojaat qilaman. Agar siz staj asosida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, ya'ni ishlagan yillaringiz, rasmiy ish haqi va pensiya jamg'armasidagi hisob-kitob asosida pensiya tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya odatda tayinlangan pensiya summasiga nisbatan qo'llanadi. Bunda asosiy pensiya. Ustama ayrim qo'shimcha to'lovlar qanday tartibda hisoblanishi sizning pensiya ishingizdagi ma'lumotlarga bog'liq. Shuning uchun siz 1 avgustdan keyingi to'lovda avvalgi oyga qaraganda farqni ko'rishingiz kerak. Agar farq umuman bo'lmasa, men buni beparvo qoldirilmasligini maslahat beraman. Masalan, Abdulla aka yilgacha 1 million dirz etim ming so'm yoshga doir pensiya olgan bo'lsin. Indeksatsiyadan keyin uning summasi tegishli foiz yoki qayta hisoblash tartibiga ko'ra oshadi. Agar u avgust oyida 1 million dirz 20 ming so'mning o'zini olaversa, u balki meniki oshma ekan deb o'tirmasligi kerak. Avval bank ilovasidan yoki plastik kartaga kelgan SMSdan tushumni tekshiradi. Keyin tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, mening pensiyam 1 avgustdan keyin qayta hisoblandimi, indeksatsiya qo'llandimi? Hisob-kitob varaqasini ko'rsatib bering deb so'rash kerak. Chunki ba'zan texnik kechikish, ma'lumot yangilanishi yoki to'lov davriga bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi katta guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasi bir xil narsa emas. Nogironlik pensiyasi odatda mehnat staji yoki sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nogironlik nafaqasi esa ayrim hollarda pensiya olish uchun yetarli staj bo'lmaganda yoki ijtimoiy himoya tartibida tayinlanadi. Indeksatsiyadan keyin ikkala turdagi to'lovda ham o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin hisoblash bazasi va qo'llanadigan tartib bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun men har doim odamdan avval siz pensiya olasizmi yoki nafaqa olasizmi deb so'rayman. Hayotiy misol keltiraman. Dilbar opa 2 guruh nogironligi bo'yicha to'lov oladi. U ilgari rasmiy ishlagan,
ma'lum staji bor. Shuning uchun uning to'lov pensiya sifatida hisoblangan bo'lishi mumkin. Uning qo'shnisi esa bolalikdan nogironligi bo'yicha ijtimoiy nafaqa oladi. Ikkalasining kartasiga avgustda turli miqdorda pul tushishi tabiiy. Bu adolatsizlik degani emas. Bu to'lovlarning huquqiy asosi boshqa ekanini bildiradi. Lekin agar nogironlik guruhi o'zgargan, tibbiy xulosa yangilangan, hujjat muddati uzaytirilgan bo'lsa, buni albatta pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bilan solishtirish kerak. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi oilalarda ko'pincha bir nechta bola, o'quvchi yoki talaba bo'ladi. To'lov miqdori, boquvchining staji, oila a'zolari soni, bolalarning yoshi, o'qishi va boshqa omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin umumiy summa oshsa ham, agar oiladagi farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan, o'qishni tugatgan yoki kunduzgi ta'limdan chiqqan bo'lsa, to'lov tarkibi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun avgustdan o'shadan xabarni eshitib, hamma holatda aynan bir xil ko'payish kutish xato bo'ladi. Masalan, bir oilada 2 nafar bola o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olib kelgan. Iyulgacha jami 20 ming so'm tushgan bo'lsin. Avgustdan indeksatsiya sabab summa oshishi mumkin. Lekin shu paytda katta farzand umumdagi yoshga to'lgan va o'qishini tasdiqlovchi ma'lumot topshirmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi uning ulushini to'xtatishi mumkin. Natijada ona oshishi kerak edi, aksincha kamayib qoldi deb o'ylaydi. Aslida muammo indeksatsiyada emas, hujjat yoki maqom o'zgarishida bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar o'qish joyidan ma'lumotnoma, pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlarni vaqtida tayyorlab qo'yish kerak. 4-guruh eng kam pensiya yoki minimal ijtimoiy to'lovlarga yaqin summa oladiganlar. Menimcha aynan shu toifadagi odamlar eng ko'p tekshirishi kerak. Chunki indeksatsiyadan keyin minimal miqdorlar yangilanganda ayrim pensionerlarning to'lovi yangi eng kam chegaraga yetkazilishi mumkin. Masalan, kimdir juda kam staj bilan pensiyaga chiqqan bo'lsa yoki hisoblangan pensiyasi minimal chegaradan past bo'lsa, qonundagi minimal talablar bo'yicha unga yetkazib berish amalga oshiriladi. Shu sababli bunday pensionerlar o'zlarining eski summasi, yangi summa va qo'shimcha to'lovning asosini alohida so'rab bilishi kerak. Raqam bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Karim ota iyulgacha 9 ming so'm atrofida to'lov olgan. Indeksatsiyadan keyin eng kam yoshga doir pensiya yoki tegishli minimal to'lov yuqorilasa, uning summasi faqat foiz qo'shilgani uchun emas, balki minimal chegaraga moslashtirilgani uchun ham o'zgarishi mumkin. Boshqa tomondan 3 million so'm pensiya oladigan odamning o'sishi boshqa hisob bilan bo'ladi. Shuning uchun hamma bir xil 100 ming oladi yoki hamma 200 ming oladi degan gaplarga ishonmang. Men amaliyotda bunday noto'g'ri gaplar odamlarni chalg'itganini ko'p ko'rganman. Endi eng ko'p uchraydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala to'lov sanasi. Ayrim pensionerlarga pul oyning boshida tushadi. Ayrimlarga o'rtasida, ayrimlarga esa bank yoki pochta jadvaliga qarab keyinroq beriladi. Shu sababli 1 avgust kuni hamma bir vaqtning o'zida yangi summani oladi deb o'ylash to'g'ri emas. Muhimi, avgust oyi uchun tayinlangan to'lov qayta hisoblangan bo'lishi kerak. Agar pul kechiksa, darhol vahima qilishdan oldin bank, pochta yoki pensiya jamg'armasi jadvalini aniqlang. Lekin to'lov kelgandan keyin summa eski ko'rinishda qolsa, albatta savol bering. Ikkinchi nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasidan aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pulni qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda indeksatsiyadan keyin tayinlangan pensiya oshadi. Lekin qo'lga tegadigan summa kutilgandek ko'rinmasligi mumkin. Masalan, pensiya 1 million 600 ming so'mdan 1 million 706 ming so'mga oshdi. Lekin 200 ming so'm ushlab qolish bor. Pensioner kartasida 1 million bexat oldim ming so'mni ko'rsa, oshmagan deb o'ylashi mumkin. Aslida tayinlangan summa oshgan, lekin ushlab qolish sabab qo'lga tegadigan pul boshqacha. Shuning uchun hisob-kitob varaqasida tayinlangan, ushlangan va to'lanadigan summalarni alohida ko'rish kerak. 3-nozik masala ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya to'liq yoki belgilangan tartibda to'lanadi. Ayrim toifalarda esa ish joyi, lavozim va qonunchilikdagi maxsus qoidalar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarning albatta o'z ish beruvchisidagi kadrlar bo'limi va pensiya jamg'armasi bilan ma'lumotni solishtirishni maslahat beraman. Chunki ish joyidan ma'lumot kech yuborilsa yoki elektron tizimda xato bo'lsa,
pensiya hisobida savol tug'ilishi mumkin. Indeksatsiya avtomatik bo'lsa ham ishlayotgan pensionerning hujjatlari to'liq va to'g'ri bo'lishi shart. 4-nozik masala bank kartasi va pochta orqali olish. Ba'zi pensionerlar pulni plastik kartaga oladi. Ba'zilari pochta orqali naqd oladi. Kartaga tushganda SMSda faqat tushgan summa ko'rinadi, lekin hisob-kitob tafsiloti ko'rinmaydi. Pochta orqali olganda ham odam ko'pincha faqat qo'lga berilgan pulni biladi. Men pensionerlarga shuni aytaman. Kamida bir marta pensiya jamg'armasidan yoki MyBotkuf uz kabi rasmiy xizmatlar orqali pensiya hisob-kitobingizni tekshiring. Chunki siz faqat yakuniy pulni emas, qaysi asosda qancha tayinlanganini bilishingiz kerak. Bu keyingi bahsli holatlarda sizga dalil bo'ladi. 5-nozik masala hujjatlardagi kichik xatolar. Ism familiyada bitta harf xato bo'lishi, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi, yashash manzili o'zgargani tizimga kiritilmagan bo'lishi, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumot muddat tugagan bo'lishi mumkin. Bular indeksatsiyani inkor qilmaydi. Lekin to'lovni kechiktirishi yoki qayta tekshiruvga tushirishi mumkin. Ayniqsa pasportni ID kartaga almashtirgan, familiyasi o'zgargan, boshqa tumanga ko'chgan pensionerlar bu masalaga beparvo bo'lmasin. Men ko'p holatda odamlar hammasi joyida edi deb yuradi. Keyin tizimda eski ma'lumot turgani aniqlanadi. 6-nozik masala kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar sizga avgust oyida avvalgidan yuqori summa tushgan bo'lsa, hujjatlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turi oldingidek bo'lsa va hech qanday ushlab qolish bo'lmasa, ko'p hollarda qo'shimcha ariza berish shart emas. Indeksatsiya odatda markazlashgan tartibda amalga oshiriladi. Lekin men baribir bir narsani maslahat beraman. Eski SMS yoki chekni saqlang, yangi tushumni ham saqlang. Oddiy daftar tutib, oyma-oy qancha tushganini yozib boring. Bu juda sodda ish, lekin keyinchalik xatoni aniqlashda katta yordam beradi. 7-nozik masala mish-mishlar. Hamma pensionerga alohida bir martalik pul berilar ekan, ariza yozmagan odamga o'xshamaydi ekan. Faqat falon bankdan oladiganlarga ko'payar ekan. 1 avgustdan keyin pensiyani yangidan rasmiylashtirish kerak ekan kabi gaplar tarqalishi mumkin. Men sizlardan iltimos qilaman, faqat rasmiy manbaga tayaning. Prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi xabari, mahalla yoki tuman bo'limining rasmiy izohi bo'lmasa, odamlarning og'zaki gapiga qarab qaror qilmang. Ayniqsa hujjatlaringizni begona odamlarga bermang. Kartangiz kodini aytmang. SMS kodni hech kimga o'qib bermang. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya yoki nafaqa olganingizni aniqlang. Agar kartaga olsangiz, bank ilovasidagi tarixni ko'ring yoki SMSni toping. Agar pochta orqali olsangiz, pochta kvittansiyasi yoki daftar yozuvingizni tekshiring. Eski summa sizga taqqoslash uchun kerak. Odam eski summani aniq bilmasa, yangi pul oshganmi yoki yo'qmi, xato bormi yoki yo'qmi, buni isbotlay olmaydi. Ikkinchi qadam, avgust oyida tushgan summani alohida yozib qo'ying. Faqat taxminan shuncha edi demang. Aniq so'migacha yozing. Masalan, iyulda 20.302.000 so'm, avgustda 20.520.000 so'm tushdi deb yozing. Keyin farqni hisoblang. Agar farq mantiqan tushunarli bo'lsa, demak indeksatsiya qo'llangan bo'lishi mumkin. Agar farq juda kichik bo'lsa, umuman bo'lmasa yoki aksincha kamayib qolsa, sababini aniqlash kerak. 3-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda savolni umumiy emas, aniq bering. Menga nega kam tushdi deyishdan ko'ra, mening iyul oyidagi tayinlangan pensiyam falon so'm edi, avgust oyida falon so'm tushdi. 5 avgustdan keyingi indeksatsiya bo'yicha mening pensiyam qanday qayta hisoblanganini yozma yoki elektron shaklda tushuntirib bering deb ayting. Shunda xodim ham sizning savolingizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. Kerak bo'lsa, hisob-kitob varaqasini so'rang. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab boring. Sizga odatda pasport yoki ID karta pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning o'zi, bank kartasi rekvizitlari, nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, farzandlarning hujjatlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi va avvalgi to'lovlarni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Men doim aytaman, pensionerning hujjati tarqoq bo'lmasligi kerak. Bir joyda tartibli tursa, har qanday masalani tez hal qilish osonlashadi. 5-qadam. Agar sizning murojaatingiz og'zaki javob bilan yopilsa, lekin siz baribir xatolik bor deb hisoblasangiz, yozma ariza qoldiring. Arizada ism familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, eski summa, yangi summa va savolingizni aniq yozing.
Masalan, 1 avgustdan keyingi indeksatsiya mening pensiyamga qo'llangan-qo'llanmaganini tekshirib, qayta hisob-kitob natijasini ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqamni oling. Bu juda muhim, chunki ro'yxat raqami bo'lmasa, keyin murojaatni kuzatish qiyinlashadi. 6-qadam, rasmiy elektron xizmatlardan foydalaning. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Bank kartangiz paroli, SMS kod, elektron imzo paroli kabi ma'lumotlarni begonalarga bermang. Elektron xizmat orqali pensiya ma'lumotini ko'rish, murojaat yuborish yoki javobni kuzatish imkoniyati bo'lsa, bundan foydalanish kerak. Chunki elektron murojaat yozma iz qoldiradi. 7-qadam, agar to'lovingiz kamaygan bo'lsa, darhol 3 ta sababni tekshiring. Birinchisi ushlab qolish bormi? Ikkinchisi hujjat muddati tugamaganmi? Uchinchisi oilaviy holat yoki to'lov oluvchilar soni o'zgarmaganmi? Masalan, boquvchisini yo'qotganlik to'lovida farzand o'qishdan chiqqan bo'lsa, nogironlik to'lovida tibbiy qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa yoki bank rekviziti almashtirilgan bo'lsa, pulda farq bo'lishi mumkin. Sababni topmasdan turib indeksatsiya noto'g'ri degan xulosaga shoshilmang. 8-qadam, o'z huquqingizni tinch, lekin qat'iy himoya qiling. Pensiya bu sovg'a emas. Bu qonun bilan belgilangan huquq. Agar sizga qonun bo'yicha oshirilgan summa tegishli bo'lsa, u to'lanishi kerak. Lekin huquqni himoya qilish uchun dalil, hujjat va aniq savol kerak. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Hujjatini tartibga solgan, arizasini aniq yozgan, hisob-kitobni so'ragan odam masalasini tezroq hal qiladi. Faqat telefon orqali shikoyat qilib, aniq ma'lumot bermagan odam esa ko'p vaqt yo'qotadi. Yana bir muhim maslahat. Pensionerlar o'z pensiyasini faqat kelgan pul sifatida ko'rmasin. Sizda pensiya turi, tayinlangan sana staj, o'rtacha ish haqi hisob-kitobi, ustamalar, imtiyozlar, ushlab qolishlar bo'yicha tushuncha bo'lishi kerak. Albatta, hamma buxgalter bo'lishi shart emas. Lekin hech bo'lmaganda men yoshga doir pensiya olaman. Mening pensiyam falon oyda falon so'm edi, avgustdan keyin falon so'm bo'ldi. Menda ushlab qolish yo'q yoki menda kredit bo'yicha ushlab qolish bor degan ma'lumotlarni bilish kerak. Shunda hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Men farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bir marta yordam bering. Telefondagi SMS'ni ko'rib bering. Bank ilovasidan tushumni tekshirib bering. Hujjatlarini bir papkaga joylab bering. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga birga boring. Ko'p pensionerlar uyatchan bo'ladi. Borib so'rasam noqulay bo'lmasmikan deb o'ylaydi. Lekin bu ularning haqqi. Siz farzand sifatida 1 soat vaqt ajratsangiz, ota-onangiz oyma-oy to'g'ri pul olayotganiga ishonch hosil qiladi. Yana bir real vaziyatni ko'rib chiqamiz. Sayyora opa iyulgacha 1 million 1 ming so'm olgan. Avgustda 1 million 2 ming so'm tushdi. U xursand bo'ldi. Lekin keyin qo'shnisi 1 million 3 ming so'm olibdi deb xavotirga tushdi. Men bunday holatda birinchi aytadigan gapim: qo'shningizning pensiya turi, staji, ustamasi, imtiyozi, oldingi summasi sizniki bilan bir xilmi? Agar bir xil bo'lmasa, taqqoslash noto'g'ri. To'g'ri taqqoslash faqat o'zingizning iyul va avgust summangiz o'rtasida bo'ladi. Agar shunda ham shubha bo'lsa, hisob-kitob varaqasini so'raysiz. Boshqa vaziyat, Rustam aka avgustda ham eski pulini oldi. U bankka bordi, bank bizga qancha kelgan bo'lsa shuni berdik dedi. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Chunki bank pensiyani hisoblamaydi, faqat kelgan pulni chiqaradi. Bunday holatda Rustam aka bank bilan tortishib o'tirmasdan pensiya jamg'armasiga borishi kerak. Chunki hisob-kitobni bank emas, vakolatli pensiya organi tushuntiradi. Bank faqat karta, tushum, texnik o'tkazma va yechib olish masalasiga javob beradi. Yana bir holat, Mohira opa pensiyasi oshganini ko'rdi, lekin pulning bir qismi yo'qday tuyuldi. Keyin ma'lum bo'ldiki, oldingi oyda ortiqcha to'langan kichik summa bor ekan va u qonuniy tartibda ushlab qolingan. Shu sababli qo'lga tekkan pul kamroq bo'lgan. Men buni aytishimdan maqsad har bir farq xato degani emas. Lekin har bir farq tushuntirilishi kerak. Siz nima uchun bunday bo'ldi deb so'rashga haqlisiz. Demak, 1 avgustdan keyingi indeksatsiya pensionerlar uchun juda muhim. Yangi summalar pensiya turiga, oldingi miqdorga, minimal chegaralarga, ustamalarga, hujjat holatiga va ushlab qolishlarga qarab farq qiladi. Kimdir oshgan pulni avtomatik oladi, kimdir hujjatini yangilashi kerak bo'ladi, kimdir esa hisob-kitobni tekshirtirishi zarur. Eng to'g'ri yo'l. Eski summani yozib qo'ying, yangi tushumni tekshiring, farqni hisoblang.
Shuba bo'lsa, pensiya jamg'armasidan rasmiy izoh oling. Men sizlarga yana bir bor aytaman. Pensiyangizni nazorat qilishdan uyalmang. Bu sizning qonuniy haqqingiz. Kommentariyada yozing. Siz yilgacha qancha olardingiz va avgustdan keyin qancha tushdi? Oshish bo'ldimi yoki hali kutyapsizmi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p pensioner bilsa, shuncha kam odam o'z haqqini yo'qotadi.